Tövəndə diqqətinizə, iqtisadşünas Daron Acem oğlu bilan James Robinsonның məşhur kitabı Dövlətlər, yəni millətlər nemişqa halak boludu-dan həftəlik tərcümə. İkinci bab, 4-ci paragraf. Bilməslik amili qiyası. Bəzi dövlətlərinin nemişqa bay və bəzilərinin nemişqa namratlıq haqqında bazar tepib atqan ən axırqı nəzəriyyə bilməslik amili qiyası olub. Bu nəzəriyyə dünyada təngsizlikning mavjud bo'lishi biz yoki bizning hukmronlarimizning namrat dövlətlərini qandaq beytishni bilmaganligimiz sababidan deb qaraydi. Nurg'ulg'an iqtisodshunoslar mushu iddini yaqlaydiganlar bo'lib, ular bu to'g'risidagi signalni Angliyalik iqtisodshunos Lionel Robbins 1935-yili o'ttirib qo'ygan buni mashhur aniqlamadan tepishgan. Iqtisod ilmi har xil qo'llanish mumkinchiligi bor bo'lgan kamchil vosita bilan ehtiyoj o'tirisidagi munosabatni kishilik qilmish, ya'ni kishilik harakat sifatida tadqiq qiladigan ilmdir. Shunday ekan, hech qiynalmayla iqtisod ilmini kamchil vositalarni eng a'lo darajada qo'llanib, jamiyatning ehtiyojini qondirishga markazlashishi lozim bo'lgan ilm deb yakun chiqarg'ili bo'ladi. Albatta, iqtisod ilmidagi eng mashhur nazariyaviy xulosa atalmış birinci paravallık nazariyesi bo'lib, bu nazariya iqtisodiy nuqtadan aytganda bozor egligida boyliqlarning jamiyatdagi eng kerakli yerga taqsimlanish sharoitini ko'rsatib beradi. Bozor egligi barliq shaxslar va shirkatlarning o'zlari orzu qilgan har qanday mahsulot yoki mulozimatni erkin holda ishlab chiqarish, setish va setib olish bilan shug'ullanadigan ahvolining abstraktlashidir. Navada bu xil erkin muhit hozir bo'lmasa, o halda bozor mag'lub bo'lgan bo'ladi. Bu xil mag'lubiyat dunyoning tengsizligi haqidagi nazariyaga asos silib beradi. Chunki bir davlatda bozorning mag'lub bo'lishiga sababga tadbir qo'llanmagan siri, u davlatning namratga cho'kish mumkinchiligi eshib boradi. Bilmaslik omili qiyosi namrat davlatlarning namrat bo'lishining, u davlatlarda bozorning mag'lub bo'lishining ko'p qitim yuz berishidan hamda iqtisodshunoslar va siyosat belgilovchilarning ularni qandoq yo'qotishni bilmasligidan va hamda ilgari xato maslahatlarga quloq solganligidan bo'lgan. Boy davlatlarning boy bo'lishi ular yaxshi siyosatni yo'l qo'ya olgan va bozorning mag'lubiyatini muvaffaqiyatli holda yo'qota olgan degan qarashda chingdirdi. Bilmaslik omili qiyosi dunyoning tengsizligini tushuntirib bera olamdi. Afrika davlatlarining dunyodagi boshqa davlatlarga qaraganda namratroq bo'lishi, ularning rahbarlarining davlatni qandoq idora qilish jihatda xato ko'z qarashda bo'lganidan bo'lib, u xil qarash bu davlatlarni namratlik cho'ktirgan bo'lsa, undaqda G'arbiy Yevropadagi davlatlarning rahbarlarining ilmlik bo'g'ini yoki yaxshi maslahat va tadbirlarga erishaligini bu davlatlarning gullanishini nisbatan holda yaxshi tushuntirib bera olamdi. Yurgizmoqchi bo'lgan siyosatlarning natijasi haqidagi xato tushunch tufaylidan rahbarlar yo'l qo'ygan siyosatlarning ajallik oqibatining mashhur o'rnaklarining bo'lishi, bilmaslik omili nazariyasi dunyodagi tengsizlikning faqat kichikgina bir qismini tushuntirib bera oladi deganni isbotlaydi. Kanada davlati Angliyadan mustaqil bo'lgandan keyinmi uning iqtisodining uzluksiz turida chekinishi bir qarmoqqa ularning rahbarlarining iqtisodni boshqarishni bilmasligidan dak ko'rinadi. Ayni vaqtda Kwame Nkrumah hukumatiga maslahatchi bo'lgan Angliyalik iqtisodshunos Tony Kellik nurg'un masalalarni intayin inchik xotirlagan. Nkrumahning siyosatlari davlat sanoatini taraqqiy qildirishga markazlashgan bo'lib, intayin unumsiz bo'lgan. Kellik aslab mundoq deydi. Oyoq zavodi shimoldagi go'sht zavodidan chiqqan terilarni transport orqali 800 kilometr yiroqlikdagi hozir tashlanib ketgan teri zavodiga to'shilgan. Bu yerdan chiqqan kunxo'rim teri zavodining shimolidan 320 kilometr yiroqlikdagi mamlakatning markaziga joylashgan Kumasi shahridagi oyoq zavodiga to'shilgan. Lekin
asosli oyoq bozori cho'ng shahri bo'lgan, ya'ni bu davlatning cho'ng shahri bo'lgan Akkradada bo'lgani uchun tikilgan oyoqlar yana ortiq 320 kilometr musofani besib janubga toshib kelingan. Kellikning bu tijoratning oqmasligini o'rin jihatdagi muvofiqsizlikdan bo'lgan deyishi qisman aytganda masalaning mohiyatini tuvanchag'laganlikdir. O'zidan mango chiqmaydigan Ganadagi mango konservasini qachilash zavodiga o'xshash, oyoq zavodimi butun dunyoning talabidan ish pishirgan mahsulot ishlab chiqaradigan nurg'un turlarning biridir. Bu xil iqtisodiy jihatdagi idraksiz hamda uzluksiz davomlashgan holat Nekroma va yoki uning maslahatchilarining to'g'ri uchurga erishalmaganligidan va yoki to'g'ri bo'lgan iqtisodiy siyosatlarni yurgizishni bilmaganidan emas. Ularning yanida kellik va hatto Nobel iqtisod mukofotining sohibi bo'lgan Arthur Lewisga o'xshash bu siyosatlarning yaxshi emasligini biladigan odamlar bor edi. Iqtisodiy siyosatlarning bu xil shaklda yurishiga sabab bo'lgan omil Nekromaning mushundaq qilishi orqali siyosiy qo'llovchilarni setib olish hamda o'zining demokratik bo'lmagan hokimiyatni uzun mazgil idora qilish uchun edi. Mayli Gananing mustaqilligidan keyingi kishini umidsizlantiradigan holati bo'lsin va yoki nurg'un iqtisod jihatdagi mag'lubiyat misollari bo'lsin, bularni oddiy holda bilmaslik omiliga bog'lab qo'yib bo'lmaydi. Nimani degan bilan agar bilmaslik masalaning tub sababi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi niyatli rahbarlar qaysi xil siyosatning puhralarining kirimi va paravoligini oshiradiganligini bilib yetsalar, shu xil siyosatlarga moyil tadbirlarni qo'llansalar bo'ladi-ku. Endi Amerika bilan Meksikaning iqtisodiy jihatdagi o'xshamagan yo'nalishlarga mang'anliqlarga qarayli. Bu farqlarning paydo bo'lishini ikki davlat rahbarlarining bilmasliklariga bog'lash eng to'g'ri bo'ldi degan taqdirdami, hargiz aqlga sig'maydi. Mustamlika davrida bu xil farqning urug'ini sog'ini John Smith yoki Cortesning o'ttirisiga bilish yoki niyat haqidagi farq emas va bu davlatlarning keyingi prezidentlaridan Teddy Roosevelt yoki Woodrow Wilson bilan Meksikaning prezidenti Porfirio Diaz o'ttirisiga bilim farqi texim emas. 19-asrning oxirlari va 20-asrning boshlarida Porfirio Diaz Meksikada avam puhralarining manfaatini qurbon qilish badaliga Meksikaning sarxillarini boy qiladigan iqtisodiy muassasalarni tanlagan bo'lsa, Roosevelt bilan Wilson uning ta'turini tanlagan. Demak, bu davlatlarning prezidentlari va sarxillarining duch kelgani muassasalarning cheklamasiga farqlar bo'lgan. O'xshashlar o'tgan yarim asr ichida bexatar bo'lmagan mulk huquqi va nachar iqtisodiy muassasalar tufaylidan zaiflashib, nopusning ko'p qismini namratlashtirayotgan Afrika davlatlarining rahbarlari o'z davlatlaridagi nachar ahvollarning yaxshilanishiga yo'l qo'ymagan. Chunki ular mavjud iqtisodiy tuzumni o'zlari uchun yaxshi deb o'ylagan. Ular puhralarining manfaatini qurbon qilish badaliga o'zlarini beyitishgan. Shundaq turug'liqmi, u sababli hech bir masalaga yo'liqmagan. Ular shundaq qilishdi, ya'ni muhim jamoatlarni va sarxillarni ashundaq usul bilan setib olish orqali o'zlarining huquqini saqlab qolishlarini yaxshi siyosat deb qarashgan. Kanada davlatining 1971-yildagi bosh ministri Kofi Bosiyaning kechmishi bilmaslik omili qiyosining qanchalik darajada kishilarni qaymoqtirganligini ko'rsatdi. Bosiya xatarli iqtisodiy krizga duch kelgan. U 1969-yili huquqni qo'lga olgandan keyin xuddi o'zining burungi Nekromaga o'xshashla uzunga davomlashmaydigan kengayma iqtisodiy siyosatlarni yurgizgan. Hamda bozor boshqarish hay'ati orqali bahoni har xil shaklda kontrol qilish uchun turgan. Hamda pulning almashtirish nisbatini yuqori ko'targan. Garchi Bosiya Nekromaga o'qituvchi bo'lgan hamda demokratik hokimiyatga boshchilik qilgan bo'lsa-mu, yana nurg'un siyosiy cheklimlarga duch kelgan. Nekromaga o'xshashlar uning yurgizgan iqtisodiy siyosatlari uning bilmaganligi uchun emas, balki u o'zining yo'l qo'ygan siyosatlarini yaxshi bo'lgan iqtisodni vaziyatda barliq keltira oladi deb ishonganligi uchun yoki ularni davlatni taraqqiy qildirishning unumli yo'llari deb qaraganligi uchun edi. Yaxshi deb qaralgan siyosatlar Bosiyaning siyosiy jihatda kuchli deb qaralgan guruhlarga, masalan, hukumatga bo'lgan rozimanligi kafolatlantirishi zarur deb qaralgan shahar aholilariga boyliqlarni yo'tkab berish imkoniyati ega qilgan. U bahoni kontrol qilish hamda yezigiligini besish orqali shahar aholisini arzon yemakliklar bilan ta'minat tuzgan va hukumatning hajlishi uchun kirim hosil qilgan.
Lekin bu xil kontrol qilishni uzoqqa davomlashtirg'ili bo'lmagan. Uzoq o'tmayla Gana ig'ir holdagi to'lam tamponlar krizisiga uchrab, ig'ir darajada tashqi perevod kamchiligi ko'rilgan. Bu xil ziddiyatga duch kelgan bo'lsa, 1971-yil 27-dekabrda Gana pulining kursini tushirishni o'z ichiga olgan moddalar bor bo'lgan xalqaro pul fondi bilan tuzgan to'xtamga yo'l qo'ygan. To'xtamga qo'l qo'ygan. Xalqaro pul fondi, Dunyo banki va butun xalqaro jamiyat to'xtamda deyilgan islohotlarni elib berish uchun Bosiyaga besim qilgan. Gerçi o xalqarалық organlar bu ishning oqibatidan bexabar bo'lgani bilan Bosiya o'zining cho'ng siyosiy do'ni tikkinni bilgan. Gana pulining kursining tushirishi bilanla qo'zg'algan Gananing poytaxti Akkrada to'polon va norozilikning yamrab kontroldan chiqib ketishi, general polkovnik Achampong boshchiligidagi harbiy o'zgarishning yuz berishini va ularning bu o'zgarish orqali Bosiyani ag'dirib tashlashini keltirib chiqargan. Harbiy o'zgarish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin ular pulning kursining tushib ketishini darhol to'xtatgan. Bilmaslik omili qiyosi jo'grafiylik omil va madaniyat omili qiyosidan farqli bo'lib, u namratlik masalasini qanday hal qilish masalasida ma'lum takliflarni imo qiladi. Agar bilmaslik bizni musholig'i qo'ygan bo'lsa, ma'rifatlik, tadbirlik hukmronlar va siyosat belgilovchilar bizni bu holdan qutqizolaydi. Hamda dunyoning boshqa yerlaridami yaxshi iqtisodiy siyosatning nima ekanligi haqida ularning siyosiyonlarini bilishga ega qilish va ularni qoyil qilish orqali u yerlardami g'olinish vaziyatni barliq keltirgili bo'ladi. Lekin Bosiyaning kechmishi bozorning mag'lubiyatini azaytib, iqtisodning ishga rag'batlantiradigan siyosatni yurgizishga to'salg'i bo'ladigan muhim narsaning siyosiyonlarning bularni bilmasligidan emas, balki ularning jamiyatlardagi siyosiy va iqtisodiy muassasalar yaratgan muhit va cheklamalardan keladiganligini ta'kidlaydi. Gerçi bilmaslik omili qiyosi hozir ko'p sonli iqtisodshunoslar va g'arbdagi siyosat belgilovchilarning chambarida muhim o'rni tutsa-mu, hamda bu kishilar boshqa nurg'un omillarni chetga qayirib, gullanishni qandoq qo'lga keltirishga markazlashni tashabbus qilsa-mu, ammo u yanalar kerak kelmaydigan bir nazariyadir xolos. Bu nazariya yoki dunyoning har qaysi yerlaridagi gullanishning manbasini yoki atrofimizga namratlik va gullanishning taqsimlanishini, masalan, nemishqa Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Angliya emas, Meksika ya Peruga o'xshash davlatlar fuqarolarining ko'p sonliqni namratlashtiradigan muassasalarni va siyosatlarni qo'llanganligini yoki Tuvanki Sahara Afrikadagi davlatlar va Markaziy Amerikadagi nurg'un davlatlarning G'arbiy Yevropadagi va Sharqiy Osiyodagi davlatlarga qaraganda shuncha namrat ekanligini tushuntirib bera olmaydi. Davlatlarning o'zlarini namratlik giribtar qilgan muassasalar andisini buzib tashlab, iqtisodiy gullanishga quchoq ochgan chaqlari ularning rahbarlarining tuyuqsizlar oqillashib yoki shaxsiyatsizlashganligidan emas, balki ularning qobiliyatli iqtisodshunoslardan maslahat olgandim emas, yoki ularning qobiliyatli iqtisodshunoslardan maslahat olgandim emas. Masalan, Xitoy mamlakatini ilib olsak, o necha yuz millionlagan insonlarni ocharchilikda va namratlikda qo'ygan iqtisodiy siyosatlardan iqtisodiy gullanishni qo'llaydigan siyosatni yurgizishga o'tgan davlatlarning biridir. Lekin keyin biz inchik to'xtalib o'tadiganimizda buning yuz berishi Xitoy Kompartiyasining yuzlari yerlarga bo'lgan, shaharlar sanoatga bo'lgan kollektiv iqtidorchiligining nachar iqtisodiy holatni barliq keltirganini oxir tunib yetganidan emas, balki siyosiy raqiblarga o'xshashlar o'z manfaatiga ko'ngil bo'ladigan, ammo boshqacha siyosiy nishon va manfaatni qo'g'lashadigan Deng Xiaoping va uning ittifoqdoshlarining Xitoy Kompartiyasining ichidagi kuchli siyosiy raqiblarini yengib, to'g'risini aytganda bir xil siyosiy inqilobni qo'zg'ab, partiyaning rahbarlik qatlami va uning yetakchilik yo'linishini jiddiy ravishda o'zgartganidan bo'lgan. Uning bu xil siyosiy inqilobdan keyinlar iqtisodiy islohot oldi bilan yezigiligida orqali sanoati elib berilib, bozor mexanizmining iqtisod rol o'ynashiga yo'l ochilgan. Xitoy davlatining kommunizmdan bozorga o'tishi siyosatdagi o'zgarish tufaylidan bo'lib, hargiz uning rahbarlarining yaxshiroq bo'lgan maslahatga erishgani yoki iqtisodning qandoq yurishini tushunganligidan emas. Biz dunyodagi tengsizlikni tushunish uchun ba'zi jamiyatlarning nemishqa unumsiz va ijtimoiy jihatdan yaramas shakl tashkil etganligini tushunishga to'g'ri keldi deb qaraymiz. Davlatlar ba'zi unumli muassasalarni qo'llanib, gullanishni qo'lga keltira olsa, ammo buningga misollar oz. Ko'p sonli iqtisodshunoslar va siyosat belgilovchilar
to'g'ri ish qilishga bak berilib ketadi. Amaliyotda nomrod davlatlarning nima ishni xato qilganligini tushunishimiz kerak. Xato bilish asosan degidek ilmsizlik va madaniyat sababidan emas. Biz ko'rsatib o'tadiganimizdek, nomrod davlatlarning nomrod bo'lishi qo'lida huquq bor kishilarning nomrodlikni paydo qilganligidan, ular ishni xato tushunganligidan yoki bilmaslik tufaylidan xato qilmaydi, balki maqsad shunda qiladi. Buni tushunish uchun siz iqtisod ilmining sirtiga chiqishingiz va qilishga tegishli eng yaxshi ishlar haqida maslahat beradigan mutaxassislarning og'ziga qarab turmay, reallikda qarorlarning qanday chiqarilganligi, kimning chiqarganligi, nima ash kishilarning pichig'i kesidi degan masalalarni tadqiq qilib o'rganishingiz kerak. Buning o'zi dal siyosat ilmini va siyosiy jarayonlarni tadqiq qilish bo'ladi. Buralarda iqtisod ilmi siyosiy ilmga nazar og'dirmay kelgan bo'lib, lekin dunyoning tangsizligini tushuntirishda siyosiy ilm ochqishli rol o'ynaydi. Xuddi iqtisodshunos Abba Lerner 1970-yillarda aytganidek, iqtisod ilmi hal qilingan siyosiy masalalarni o'zining tadqiqot doirasi deb tanlagandan keyin ijtimoiy fanlarning xonishi deb atalgan. Biz Görünüşünü qo'lga keltirish ba'zi zarur siyosiy masalalarni hal qilishga bog'liq deb qaraymiz. Iqtisod ilmining dunyoning tangsizligi haqida biror qoyilqilarlik tushuntirishni topolmasligi dal uning siyosiy masalalar hal qilinib bo'ldi deb faraz qilganligi uchundir. Dunyoning tangsizligini tushuntirishda yana iqtisod ilmiga murojaat qilishga to'g'ri keldi. Chunki shundalar qanday qilib o'xshamagan turdagi siyosatlar va ijtimoiy o'rlashtirishlar iqtisodiy kayfiyatga va kishilarning qilmishlariga ta'sir qilganligini tushungani bo'ladi. Öz növbətdə onun yana siyasi ilmgimi haciti düşüdü.